Barchaga salom, mening ismim Yorqin va men Minecraft youtuberman. Shu yerda yangi qishloq bor deb eshitdim. Shuning uchun shu yerga kelaverdim. Men o'zim bilan ryukzak olib yuraman. O'zimga kerakli narsalarni ryukzagimga solib yuraman. Mana shu yerda qishloq bor deb eshitdim. Shuning uchun shu yerga boraman. Mana qishloq ham ko'rina boshladi. Aha, yaxshi. Endi qishloqqa tinchgina yetib borsam bo'lgani. Hali bu qishloqdan uy ham sotib olishim kerak. Shuning uchun shu yerga kelyapman. Yaxshi, mana shu uyga o'xshayapti. Buni ancha ta'mirlash kerakga o'xshayapti. Nima ham qilardik? Ta'mirlaymiz. Allo, Mark. Ha, shu uyning yonida turibman. Aha, xo'sh. Xo'p, mayli. Yaxshi, unda o'zim telefon qilib yuboraman. Yaxshi, do'stim Mark bilan gaplashdim. Qishloq meri bor ekan, mana bu jiteldan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uy janob mer uymi? Ha, xuddi o'zi o'sha uy. Aha, rahmat. Xo'sh, endi janob merning uyiga kirsam ham bo'ladi shekilli. Yaxshi, eshikni ochib yopamiz. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Men uy sotib olish uchun keldim. Qishlog'ingizni chetidagi uyni sotib olmoqchi edim. Mana pullarni oling. Mana o'sha kelishgan pullarimiz oling. Aha, endi uy sizniki. Xo'p, mayli. Katta rahmat. Yaxshi, hali ham mer joyida o'tiribdi. Endi uyni bemalol ta'mirlasak bo'ladi. Xo'sh, uyni birinchi yaxshilab ko'rib olishim kerak. Men o'zim bilan ryukzagimning ichida instrumentlarni olganman va mening pistoletim ham bor. Shuningdek, menga bolta va kirka kerak bo'ladi. Xo'sh, yaxshi, birinchi bo'lib skirgan toshlarni qazib olamiz. Yaxshi, mana bittasi, unda mana ikkitasi, uchinchisi ham shu yerda ekan. Yaxshi, buni ham olamiz. O'rgimchak to'rlar ham bosib ketibdi. Juda qiyin bularni sindirish, ayniqsa kirka bilan. Pichoq bo'lsa zarar qilmasdi, lekin men o'zim bilan pichoq olib yurmayman. Shuningdek, nima ham qilardik? Kirka bilan sindiraveramiz. Ancha vaqt olsa ham baribir sindirishga to'g'ri keladi, chunki uyimizni ta'mirlash kerak-ku. Mana sindirdik. Buni ham olmoqchiman, lekin baribir olmayman, chunki ko'p vaqt ketdi o'zi birinchisiga. Keraksiz chirib ketgan polkalarni birinchi sindira qolaylik. Yaxshi. Nima ham qilardik? Mana shunaqa taxtalarni olib uyimizni ta'mirlashimizga to'g'ri keladi. Hali o'rmonga borib, taxta ham olib kelishim kerak. Mana shu yerdagi taxtani olmoqchi edim, baribir bo'yim yetmas ekan. Nima ham qilardik? Bo'yim yetadigan joylarni olib turaylik. Yaxshi. Mana yana bittasi. Xo'sh, yana qayerda bor? Bu yerda ko'mirlar, bularni kirka bilan olaman. Voy, derazani ham sindirib qo'ydim. Endi derazaga ham xarajatga tushadigan bo'ldik. Nima ham qilardik? Balki bu uyni sotib yangi uy olarman. Balki hozir bu uyni ta'mirlab olaychi, keyinchalik o'ylab ko'rarmiz. Yaxshi. Balki bu uyni olib xato ish qildimmikin. Nima ham qilardik? Endi sotib oldim. Nima ham qilardim? Pulimni qaytarib olib bo'lmaydi. Hop, nima ham qilardim? Endi mana shu o'rgimchak to'rlarini olmasak bo'lmaydi. Juda ham o'rsilab ketgan. Balki shularni tozalaganimdan keyin ozroq Mark do'stimnikiga uxlab olarman, yo'q, Mark ham sirli odam. Hali uni ham bir tekshirib ko'rish kerak. Juda shubhali ko'rinar ekan men kelganimda. Chunki men kelganimdan beri telefon qilib boshimni og'ritib yordi. Balki blokka ketib qolarman. Mark aytishicha mana shu uyda temir qilich bor ekan. To'g'ri aytibdi. Yaxshi bolaga o'xshaydi. Sal oldin mana shu qilichni olsam bo'lmasmidi? Juda ham qiynalib ketdim axir. Mana o'rgimchak to'rlarini tez sindirsa bo'lar ekan-ku. Shuni sal oldinroq qilsam bo'lar ekan. Yana chirilgan toshni olamiz. Yaxshi, chirib ketgan polkani ham olamiz. Nima ham qilardik? Ko'mirni ham olamiz, axir uyni qaytadan ta'mirlayotgan bo'lsak. Juda ham qiynalib ketdim. Yaxshi, uy binoyiday bo'lib qoldi, lekin chirgan toshlar ozroq qolib ketibdi. Mana shularni olsak, deyarli uy bitdi desak ham bo'ladi.
Ammo hali o'zi yaxshi uy bo'lgani yo'q, chunki keraksiz narsalarni olamiz. Mana shu kitoblar, men kitob o'qimayman, shuning uchun men noutbuk sotib olmoqchi bo'lyapman. Hali noutbukka ham zakaz berishim kerak. Lekin uyim hali tayyor bo'lgani yo'q. Qanday qilib noutbuk olaman? To'g'ri. Yaxshilab buni ta'mirlab olay, keyin zakaz bersam bo'ladi. Endi tosh yig'ish uchun konga boramiz. Yaxshi, oldin daraxt olsammi? Daraxt ola qolay, keyinroq konga boraman. Chunki uyimning yarmi daraxtdan bo'lgan. Shuning uchun ozroq daraxtni olaman-da, keyin konga boraman. Yaxshi g'oya. Bir Markini uyiga ham mehmon bo'lishga borishim kerak. Chunki u meni do'stim, unga ishonsa bo'ladi. Yana ozroq daraxt olaman va shu bilan konga boraman. Yaxshi ketyapmiz. Sizlar esa kanalga a'zo bo'lib, videoim ostida bitta like bo'lsa ham bosib qoldiring. Chunki bu meni video chiqarishimga tezroq sababchi bo'ladi. Shuning uchun kanalga a'zo bo'ling. Nima demoqchi edim? Taxtalarni shuncha olsak ham yetadi. Yetadi. Endi ketamiz. Yaxshi. Qora daraxt bo'lsa ham yetarmikan? Boraylikchi, ko'ramizda. Yaxshi. Okey, bularni olamiz. Chunki bular keraksiz. Bularning o'rniga yangi tosh olib kelaman. Plastikni ham olamiz. Yaxshi, o'zi chirgan toshlar deyarli qolmadi. Ozmoz bor bilaman, lekin ularni ham olamiz. Endi konga borsak yaxshiroq bo'lardi. Chunki konda toshlar bo'ladi. Balki temir topsak, temirli qilich ham yasarmiz o'zimiz uchun. Baribir bu birovniki. Shuning uchun ko'p ishlatmaganimiz yaxshi. Chunki ustimga jalba kelib tushishi mumkin. Men esa buni xohlamayman. Yaxshi, ozroq yana tosh yig'aychi. Chunki uyimni yaxshilab ta'mirlashim kerak. Kanalga a'zo bo'ling iltimos, chunki men yosh Minecraft youtuberman. Redepning filmlarida chiqqanman, ammo baribir yoshmanda. Nima deysizlar endi? Shuning uchun ham qishloqqa keldim. Ya'ni Redepni bir kun o'yimga chaqirishim kerak. Bu blokni shu yerga qo'yib chiqamiz. Chiqib bo'lmayapti-ku. Qiyin. Juda ham qiyin. Blokni qo'yib bo'lmasa. Do'stlar, kondan chiqib olganimgacha xayr deb qolaman. Ungacha sizlar videoni o'tkazib yubormang. Do'stlar, men kondan chiqdim va uyimni ta'mirlab ham bo'ldim. Ana u yerdan daraxtlarni oldim-da, uyimni ta'mirladim. Ko'rishga tayyormisizlar? Mana, juda ham chiroyli uy bo'ldi degan umiddaman. Men o'zimga yoqyapti lekin bu uy. Yaxshi. Mana mebellar ham zakaz berib sotib oldim va qo'ydim. Bu chiroqni esa mer ulab berdi. Chiroyli uy, Shunda juda ham chiroyli uy. Mana kofem ham bor. Endi pechga ham urinayotganman. Bemalol issiqqina uyga yotishim mumkin. Endi nima qilaman? Chiqib sizlarga ko'rsataman. Baribir ko'cha sovuq, shuning uchun uyga o'tira qolaman. Rozikimni esa shkafga solib qo'yaman, hech nima qilmaydi. Keraksiz anjomlarni solaman-da, uxlashga yotaman. Uxlashimdan oldin bir Markga telefon qilaychi. Allo Mark, bir o'yimga kelib keta olasanmi? Savolga tushmada kelsang yaxshi bo'lardi. Xo'p, seni kutaman. O'sha es kechirayotgan uyga kelasan, xo'pmi? Xo'p, kutaman. Ungacha xayr. Endi Mark kelsa bo'lgani. Lokatiya tashlagandim. Mark seni shunchalik tez keladi deb o'ylamagandim lekin. Men ham shunchalik tez kelaman deb o'ylamagandim, do'stim.
Ha, o'yin qanday bo'libdi o'zi? Shundan gapir. Voshi zo'r chiqibdi ekan, yaxshi. Ha. Oddiy bomberligini ham zo'r qilib berar ekansan. Ha, endi senga ham yaxshigina uy qurib bermoqchi edim. Ha, o'zim ham shunday demoqchi edim. Ha, endi demoqchi eding, Ha. lekin deyolmading. Endi demoqchi edim-da, sen meni og'zim bo'rasan faqat. Xo'p, ko'p kulma, video olyapman. Men ko'p kulganim yo'q. Ha, yaxshi, Sen juda ketdik. ko'p orqadan yuradigan bola bo'lib qolgan-da. Sen kursiga o'tirib tur, mayli. Men kursiga o'tir yaxshisi. Mayli. Ha, endi tur, ketdik. Mayli. Men senga uy qilib berish uchun jihozlar olib kelaman, xo'pmi? Davay, mayli. Sivitni yoqma. Mayli, tushunarli. Chechashim kerak o'zi 2 kungacha. Mayli. Xo'p, unda hammaga xayr, sizlar bilan Yorqin Minecraft bo'ldi. Keyingi videolargacha xayr deb qolaman.